Onyxga nima deysiz? Turbo motor bilan chiqarilgan. Mashina bo'lsa, uyaltirmaydiganidan bo'lsa. Bunga bitta qora diska, Malibu bar, Mers rul. Qapkadir urib yuborsak-chi? Ha? Bitta hisoblab ko'ring-chi. Lekin juda chiroyli. Tezlanishi ham o'ta chaqqon. Ko'chada bizaga yetadiganidan bo'lmaydi. Tezlikdan qo'rqamanmi? Hisobimiz bo'yicha xabarimiz ham yo'q, bolalar. Salon shinam va qulay. O'zi sinab ko'ring. Haydab yuramiz ko'chada. Men bunaqasiga katta bolalarga o'xshab, ha? Neon podsvetka ham qo'shamiz. Mana bu nima knopka? Bu rul isitish tizimi. Barcha o'rindiqlar ham isitish tizimi bilan jihozlangan. Qishda meza, issiqqina. Birinchi bo'lib Dilbarra oldiga o'tamiz. Ko'rib qo'ysin kimni yo'qotganini. Katta diska, orqaga bitta spoiler. Benzinni hisobga olsinlar. Sug'urtachi, Ha, pul ketsa ketsin. Obro' ketmasin. Avtoparkovka ham bor. Lekin men ishonmagan bo'lardim. Yo'q. Qo'rqqanni. Va eng muhimi, 3 yilga bo'lib to'lash mumkin. Hammasi 0%. ha bo'ldi. Olish kerak. Xavotiringiz qilmalaring dedim-ku. Brani plyonka ham qo'shamiz. Lekin Rostami? Ko'p o'ylamang, qulay imkoniyat sizni kutmoqda. Chevrolet Onix 3 yilgacha 0% muddatli to'lov bilan